Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadrli musulmon qardoshlar, bugun men sizga ertangi duoni o'qib eshittiram. Agarda kerak deb topsangiz, agarda bu duo sizga o'xshasa, do'stlaringizga, tuğanlaringizga, opalaringizga, bo'ylaringizga, aniyatilaringizga, bolalaringizga, quda-qudoylaringizga to'ratig'iz. Savobi bo'lar. Ey Rabbim, elhamdülillah deb senga rahmatlarimni aytam. Bu qorong'i tunlarimni de esen imin uzdiriga nasib etding. Endi bu yaxti kunlarimda de bir senga g'ina tavakkallik qilib, bir seningina rahim shafqatlaringga umidlanib, bir seningina riza baxilligingni olov uchun kiram. Ey Rabbim, bu yaxti kunlarimni xayri bilan uzdiriga nasib et. Bu yaxti kunlarimni ham qolgan g'umurlarimni sening yaratgan quling bo'lib, jannatlaringga kirirlik izgiliklar ishlab, durust ham doimiy qabul bo'lirlik ibodatlar qilib, niqli iymon bilan, tinch ko'ngil bilan sog' salomat uzdirga nasib et. Ey aziz Rabbim Alloh, bu yaxti kunlarimni ham qolgan g'umurlarimni savobli amallar qilib, foydali xizmatlar bilan, xayrli halal rizqlar ham barakatlar bilan uzdirga nasib et. Qoti shid zahmatlardan saqla. Tilmirib kishi qo'llarına qaludan saqla. Yomon she'rlardan, yomon so'zlardan, yomon tillardan, yomon ko'zlardan saqla. Kim xur bo'lib, kishi oyoq ostlarına tushudan, noshar yoqdan kishi tillarına kiruvdan saqla. Ey Rabbim, qoti faqirliklardan saqla, ochlikdan, yolang'ishlikdan saqla, yonuv pishuvlardan, tungu ishuvlardan saqla. Ey Rabbim Alloh, g'aylama iminlik ber, bolalarima baxt tavfiq ber, tuğanlarim bilan tatuluqda yasharga nasib et. O'zimni, g'aylamni, bolalarimni, naslimni yovuz bandalarning yovuz niyat amallaridan, ziyon zahmatlaridan, makr zulmlaridan saqla. Kafirlarga, adami shaytonlarga, bizning irigimizni shiklarga yo'l qo'yma. Turma g'azablaridan saqla. Qo'ydag'ina borsam da, negina ishlasam da, bari tik sening rizolig'ingni olg'irlik, g'amal g'ibodatlar qilirga nasib et. Odashu satashuvlardan, halakat fajialardan saqla. Kutilmagan qo'yg'i hasratlardan, kesak kelgan bala qazolardan saqla. Ey Rabbim, bolalarimning qo'yg'i hasratlarini ko'rsatma. Bolalarimni haromdan saqla. Ularni qabr g'azoblaridan, jahannam o'tlaridan saqla. Ey Rabbim, o'zingdan so'ng xayrli davomchilar ham duoshular qoldirishga nasib et. Ey Rabbim, qo'ylarga g'ina borsam da, meni yaxshi kishilar, yordamchil bandalar, tavhid iyalari bilan tutashtir. Yovuzlardan, adami shaytonlardan, kafirlardan, munofiq mushriklardan, kunshillardan, qoraqlardan, axloqsizlardan saqla. Bu dunyoda da, axirat kunida da meni tavhid iyalari bilan birga qo'y. Dinime shirk ham bid'at kirtudan saqla. Riyadan saqla. Xulqimdagi noshar sifatlardan orinirga yordam et. Ko'rkam xuluq ber. Narsagina bo'lsa da sabrliqlar ber. Nurli yuz, to'g'ri til, yumshoq ko'ngil, xayrli umr, niqli iymon ber. Sening rahmatlaringga tog'da yoqinayirlik, savobli amallar qilirga nasib et. Ey Rabbim Alloh, ikki dunyoning da hidoyatin nasib et. Amin.